Kelayman semichka 10. Sho'rchidan semichka, siqqidan 10. Kurashganlar bor kelinglar mana. 10 mingga 3 tada. Nech puldan sharbatli? Albatta arzon 5 mingdan. To'da ayrondan zo'r, Antonda internetdagi ayronlar. Bu sharbat, limon, malina hammasi bor. Assalomu alaykum Andijon xalqi. Bemalol Bobur Arena 24 ko'chasiga kelib, o'sha mashhur mojito oladi hamda semichkalarni olib ketsanglar ham bo'ladi. Agar qoninglar och bo'lsa, semichkalarni olib bemalol ichkariga kirsanglar bo'ladi. Baklashkada mumkin emas. Shuning uchun biz adnat stakanlarga ham qilib qo'ydik. Muzda yalqin, salqin ichimliklarni olib bemalol Bobur Arena kirsanglar bo'ladi. Hammani Andijonda Bobur Arena 24 ko'chasida kutib qolamiz. Yenikinchi Asadbek Karaboyev. Monitorga qarashingizni so'raymiz. 27 hamda Muhammad. 9-chi hamda Kriu Todorov. Rangli kiyimda to'p surishadi. Amronika 7-chi Xo'ja Xondarxonov. 11-chi Humoyun Mirzayo'lov. O'zbekiston Professional futbol ligasi rasmiy futbolda qatnashdi. Ilmiy forum O'zbekiston Professional futbol ligasi rasmiy qo'mita.
Bo'ldi, tushunarli. Oz anaqa kartaga kirib qarasam, hozir boshqa joyga ko'rsatdi, adashib anaqa bo'lgan.
O'yin ko'rganinglardek qiyin bo'ldi. Biz ikkita o'yindan beri yutolmayotgandik. Allohga shukr mana. O'zinglar bilasizlar, Buxoro juda qiyin komanda. Hech kimga osonlikcha bermaydi. Yaxshi Alloh berib yutib oldik. Xudoga shukr. Ikki xil taym guvohi bo'ldik. Birinchi taymda biroz Andijonni omadi kelmagandek tuyuldi. Ya'ni hujumlarida yakuniy gol bo'lmadi. Ikkinchi taymda esa boshqacha o'yin guvohi bo'ldik. Bu haqida ham. Birinchi taym endi ko'proq Buxoroda kuchi bor, tezroq zonalarni yopishga uspet qildi. Ikkinchi taymda endi baribir charchoq alomati issiqni ko'ryapsizlar. Shu sabab zonalar ancha ochilib qoldi. Alloh berib shu vaziyat bo'lib qolib foydalandik. Va keyingi uchrashuv Toshkentning Paxtakor jamoasiga qarshi bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv oldidan muxlislarga nimani va'da bera olasiz? Endi biz maksimalni sababini qilib poylaga borimiz beramiz. Natija Allohdan, lekin inshaalloh va'da beramiz. Qo'limizdan kelgancha borimiz bilan harakat qilamiz. U yoq Allohdan. Assalomu alaykum. O'yin yaxshi bo'ldi. Muxlislarni xursand qilib g'alabaga erishdik va 3 ochkoni qo'lga kiritdik. O'yin o'ylaganimizdan ancha qiyin bo'ldi. Raqib ham bizni yaxshi o'rgangan. Shuni hisobiga ancha qiynaldik va ikkinchi taymda o'z maqsadimizga erishdik. Adashmasam oldingi uchrashuvni jarohat tufayli o'tkazib yuborgandingiz. Jarohatingizdan to'liq qutuldingizmi? Ha, o'tgan o'yinda jarohatim sababli o'yinni qo'yib yubordim. Hozir holatim ancha yaxshi. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda yana ham optimal formaga kirib, yaxshi o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyingi uchrashuv Paxtakor jamoasiga qarshi bo'lib o'tadi. Sizning sobiq jamoangiz va ushbu uchrashuvdan oldingi o'zingizni fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Albatta keyingi turda O'zbekistonda o'sha birinchi bo'lib turgan baribir Paxtakor jamoasiga qarshi o'ynaymiz. Ular ancha kuchli tayyorgarlikka ega, yaxshi futbolistlarni o'z safiga qo'shib olishgan. Shuni hisobiga keyingi o'yin ancha qiziqarli bo'ladi. Xudo xolasa keyingi o'yinga ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib, muxlislarimizni xursand qilamiz degan umiddaman. Bilamiz, siz terma jamoamizning ko'p yillik a'zosi hisoblanasiz. Mundialda tarkibdan tushib qoldingiz va oldinda sentyabr oyida terma jamoani yig'ini kutib turibdi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu yig'inda sizni Fabio Cannavaro tarkibga chaqirishi mumkinmi? O'zingizni ko'rsata olasizmi? Endi yig'ingacha hali ancha bor. O'sha chempionatgacha Xudo xolasa formamni yaxshilasam, balkim chaqiradi. Unda u trener qarori. Rahmat kattakon Aziz aka. Assalomu alaykum. Bugungi mag'lubiyatga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum salom. Bugungi mag'lubiyatga kelsak, qo'ldan kelgancha harakat qildik. Nasib qilmagan ekan. Xudo xolasa keyingi o'yinda yaxshi tayyorgarlik ko'rib, Xudo xolasa g'alaba qilib, muxlislarni xursand qilishga harakat qilamiz. Endi g'alaba uchun keldik. Har doim biz o'ylagandek narsa bo'lmaydi. Endi nasib qilmabdi. Xudo xolasa keyingi o'yinlarga astoydil harakat qilib, muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz inshaalloh. O'zimiz. Birinchi bo'limda Buxoroda ko'plab vaziyatlar bo'ldi. Andijonga nisbatan Buxoro ko'proq hujumlar tashkil qildi, lekin ikkinchi bo'lim teskarisiga aylanib ketdi. Tanaffusda biror nima bo'ldimi jamoaga?
Yo, birinchi bo'limda yaxshi momentlarimiz bo'ldi, harakat qildik, endi foydalana olmadik. Ikkinchi bo'limda endi bilmadim, cho'ta nima desa bo'ladi, tanaffusdan keyin yaxshi harakat qilgandik. Endi ularda momentdan ular foydalanib ketdi, biz foydalana olmadik. O'shani hisobiga biz o'ylagandek natija bo'lmadi. Buxoro bu mavsum hech kim kutmagan edi. Kuchli uchlikda birinchi davrani yakunladi va hozir ham adashmasam 4-o'rinda boryapsizlar. Bu yilgi Superligadagi maqsadi nima edi o'zi? Chempionat boshlanishidan oldin Buxoroga qanaqa zadacha qo'yilgan edi? Yilni boshida shu yig'ilganimizda Zuborlarda o'zimiz gaplashib, komandada shu anaqa bo'lganda, o'zimizga shu anaqa rahbariyat tomonidan oldimizga yuqori maqsad qo'yilgan. Endi Xudo xolasa imkon qadar harakat qilamiz. Endi yil oxirida Xudo xolasa ko'ramiz qattiq tugatishligimizni. Xudo xolasa endi sovrinlar uchun harakat qilamiz inshaalloh. Oxirigacha boramiz. Assalomu alaykum Hamidullo. G'alaba bilan tabriklayman. Buni siri nimada? Har safar zaxiradan tushibsiz, 2-3 daqiqa ichida gol uryapsiz. Bilmadim aka, o'zim ham to'g'risi endi Allohdan so'rayapman. Allohdan so'rasa beradi deyishadi aka. Uydagilar juda ko'pchilik duoda bo'lishyapti. Shuni orqasidan bo'lyapti deb o'ylayman aka. Hozir e'tibor berdim-da, oldingi turda 1 daqiqa ichida gol urgan ekansiz. Bugun 3 daqiqa ichida gol urdingiz. Ta'sirot aytib olmayman, bilmadim aka. Juda hayajon juda katta bo'ldi aka. Siz Andijonni sehrli tayoqchasiga aylanib boryapsizmi? Shunaqa deyishyapti muxlislar. Nasib inshaalloh aka. Xudo xolasa. Keyingi uchrashuv Paxtakorga qarshi bo'lib o'tadi. Agar sizni murabbiy asosiy tarkibga qo'ysa, yana zaxiradan shu gol urishni xohlarmidingiz? Rozi bo'laveraman, asosiy tarkibga qo'ysa ham rozi bo'lardim albatta. Nimaga rozi bo'lmayman aka? Ko'proq o'ynamalab qo'ygani yaxshi-ku menga. Rahmat kattakon. Keyingi uchrashuvlarda omad tilab qolaman. Futbolchi mehnatkash bo'lishi kerak-da. Yosh futbolchilar shunaqa. Administratorlarga qarashib, to'plarni olib chiqib, mashinaga joylashib yuborishadi o'yindan so'ng.